Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Hadisning yangi versiyasida, 3 versiyasida ustaxonni e'lon qilishni ko'ramiz. Ustaxonni e'lon qilish uchun bizga asos bo'ladigan hujjat kerak bo'ladi. Bu ustav albatta. Bizda ustav bor. 19-fevralda e'lon qilingan, 2023-yilda. Va jamiyatning ikkita ta'sischisi bor. Bittasini ulushi 280 million, ikkinchisini ulushi 260 million. Mana o'sha ikkita ta'sischisi bor bo'lgan ustaxonni korxonani adresiga kiritamiz. Buning uchun adres ochamizda operatsiya bo'limi kuramiz. Oldingi adres tekstarida bo'lsa urushni qilinardi. Bu adresda yangi qo'shilgan. Armerovani ustidan kapitali bo'limi qo'shilgan. Shuni kiramiz. Bu yerdan sozdat va sana. Sanamizda ustavda e'lon qilingan sana 19-fevralda yoziladi. 19.02.23. Va qadimgi добавить qilib o'sha ta'sislar kiritiladi. Bu yerdan показательga uziladilar. Ta'sischisi yo'q. Sazat o'shamiz ta'sischini bit kontingentda agar ta'sischisi yuridik shaxs bo'lsa yuridik shaxs joyida qoladi. Agar ta'sischisi jismoniy shaxs bo'lsa jismoniy shaxsni tanlash kerak. Nominamaniya ta'sischning ism familiyasi yoziladi. Bozor belgilanadi. Qo'yamiz shuni. Qolgan joy agar kerak bo'lsa, shart bo'lsa to'ldiriladi. Zarur joylar emas. Misol uchun Greenfield ta'sischning shiri va pasport seriyalari bizga hozircha kerak emas. Zapis tanlanadi ta'sischsi. Bizni sum qancha ulush qo'shgani qo'yiladi keyin. Bizdagi ulushi 280 million ekan. 280 million yozamiz. Bizda ikkita ta'sischsi borligi uchun yana bitta qo'shish kerak. Добавить. Показательga ikkinchi ta'sischni ham qo'shib olamiz. Sazat. Yana u ham jismoniy shaxs. Nominamani ikkinchi ta'sischini ism familiyasini yozamiz. Ulush 260 million. Aliyamiz 260 million. Bo'ldi, tamom. Shu ustaxonni e'lon qilish bo'ladi. Провести закрытие bosamiz oxirida. Va umumiy оборотga ko'rish uchun опять зачет оборот saldo видим salmat. Kerakli первый tanlayman. 2023dan 31.12.23 bo'lgan davrda sformirovat bosiladi. Mana qirol to'nimdagi 540 million paydo bo'ldi. 83 tizimda 540 million ulush paydo bo'ldi. Endi hozir qiladigan bo'lsak, shotni nominamaniyasi yo'q, ya'ni qirol toni nimani bildirishi yo'q. Uni qo'yish uchun показать настройка, дополнительное поле va галочка qo'yib keyin sformirovat bosib oladigan bo'lsak, mana qirol tonni nomini chiqaradi. Kimdir kerak bo'lsa, shot nomini bilmaydigan bo'lsa, shu bilan ishlash ham mumkin. Ustaxonni e'lon qilish